Ko'pchilik meni Shahina Muhammadova bo'lganimdan keyin, to есть IELTS'imni olganimdan keyin, Amerikaga o'qishga kirganimdan keyin, ingliz tilidan dars berishni boshlaganimdan keyin taniydi, lekin shu mehnatning orqasida, shu natijalarning orqasida qanaqa mehnat borligini ko'pchilik bilmaydi. Bugun sizlarga o'zimni mehnat yo'lim, shu noldan boshlab to hozirgacha erishishimga nimalar sababchi bo'lgan, qanaqa yo'llardan, qanaqa mashaqqatlardan o'tganman, hammasini gapirib berib, sizlarni ham hozir qiynalayotganinglar yoki bo'lmasam hozir sizlarni qiynayotgan narsa aslida o'tkinchi, vaqtinchalik narsa ekanligini, sizlarni qanaqa kelajak kutishi mumkinligini sizlarga aytib bermoqchiman. Ingliz tilini boshlaganimda atigi 12 yo 13 yoshli qiz edim. Buvim qo'limdan yetaklab maktabimizdagi shu qishloqdagi oddiy o'qituvchini uyiga olib borib qo'ygan. O'sha paytda o'qituvchilar uyida dars o'tardi ingliz tilidan. Shu uyiga borib ingliz tilida birinchi bo'lib o'rgangan narsam panda bo'lgan. Pandani panda der ekan. Shu narsani birinchi bo'lib o'rganganman. Keyin uyimga borib shu narsa haqida hikoya yozaman deganman. Qiziqish juda ham kuchli bo'lgan. Bir necha yil o'sha o'qituvchi bilan shug'ullanganman, maktabimizdagi oddiy o'qituvchi bilan. O paytda bizda zo'r qanaqadir saytlar yoki bo'lmasam yaxshi ilovalar yo'q edi ingliz tilini o'rganish uchun. Kitobimiz maktabdagi oddiy darslik bo'lardi. Qizil Murphydan ishlab grammatikani o'rganib chiqqanmiz. 2 yil shunaqa tayyorlanganman. 2 yil shunaqa tayyorlanganman, lekin o'zimdagi natijadan unchalik ham qoniqmasdim. Chunki bilardim, shu ingliz tiliga bu bilan cheklanib qolish kerak emasligini. Faqat grammatika, yangi so'z o'rganish bilan cheklanib qolish kerak emasligini bilardim. Lekin o'sha paytda shunaqa shug'ullanadigan odam yo'q edi men bilan. Shu 2 yil shug'ullanganimizdan keyin bilimlar bellashuviga meni ustozim olib bordi. Bilimlar bellashuvida birinchi yili o'rnam olmasdan qaytib kelganman tuman bosqichida. O'zimni juda ham zo'rman, ingliz tilini yaxshi bilaman deb o'ylab borganman-da. Speaking bilan listening bo'lmagani uchun, menda rivojlanman ustida ishlamaгаnim uchun bilimlar bellashuvida даже o'rnam olmasdan qaytib kelganman. O'shandan keyin juda qattiq depressiya bo'lgan. 2 hafta uyimdan chiqmaganman. Uyalganman uyimdan chiqishga, chunki hammaga maqtanib qo'ygan bo'lganman. Ingliz tilini o'rganaman, hozir bilimlar bellashuviga boraman-da, birinchi o'rinni olib kelaman degan ishonch bo'lgan. Hamma menga ishongan shu narsada. Lekin hech kimni даже o'qituvchimni ham ishonchini oqlolmaganman. Qaytib kelganman, 2 hafta depressiyaga kirib, uydan chiqa olmaganman, uyalganman odamlarning ko'ziga ko'rinishga. Keyin bilganman nima uchun men shu narsaga kelib qoldim, nima uchun shunaqa xato yoki shunaqa holatga tushdim, shunaqa vaziyatga tushdim. Ingliz tilini men noto'g'ri o'rganyapmanmi yoki bo'lmasam o'rganayotgan usulim menga noto'g'rimi? Shu narsani uzoq vaqt o'yladim. Keyin ustozim bilan maslahatlashdik. Ustozim men senga bundan ortiq narsa bera olmayman. Sen speaking shug'ullanishing kerak, listening shug'ullanishing kerak, senga IELTS bor o'qituvchi bilan shug'ullanishing kerak degan narsani aytdi. Keyin ikkalamiz birgalashib IELTS bor o'qituvchi qidirganmiz. O'sha paytda tumanimizda IELTS bor o'qituvchi yo'q edi. Tumanda bunaqa o'qituvchi yo'q edi. Men majbur bo'lganman boshqa bitta shaharga borib o'sha yerda IELTS 7 bo'lgan bitta o'qituvchi bilan o'tirib shug'ullanishga. Borganimizda o'sha o'qituvchiga gaplashganimizda, "Mayli, sen bilan shug'ullanaman, lekin 2 soat haftasiga 2-3 marta shug'ullanishim uchun, sen bilan 1,5 soat shug'ullanishim uchun menga $100 to'laysan" degan. O'sha paytda qo'limda $100 ortiqcha pulim yo'q edi. Onamga borib aytganimda shu $100 bering, men shunaqa shahardagi o'qituvchiga borib o'rganmoqchiman deganimda, onam yo'q deganlar. Kerak emas. O'zing o'qituvching bilan o'zing shug'ullangan deganlar. Shunda ham qanaqa desam, taslim bo'lmaganman, yiqilgan kurashga to'ymaydi deganday. Shu o'qituvchi bilan shug'ullanaman baribir deb qattiq o'zim ingliz tiliga qiziqishim borligini, rostdan ham niyatim juda ham kuchli ekanligini isbotlamoqchi bo'lganman. Qanaqa qilib isbotlayman deb
shu ingliz tilini rostdan ham xohlayotganimni, shu narsani o'rganishni, niyatim jiddiy ekanligini isbotlash uchun shu soat 11 gacha dars qilardim-da kechqurun. Keyin 2 soat uxlab turib, soat 3larda turib yana dars qilardim. Bir kun onam ko'rib qoldilar shu narsa qilayotganimni. Nima qilyapsan? Soat 3da xonangiz chirog'i yoniq turibdi deb kelganlar. Shunaqa tayyorlanyapman ingliz tilidan, o'rganishim kerak deganimdan keyin mayli yaxshi tayyorlanaver deb chiqib ketdi-da. Keyin ertasiga tush obeddan keyin menga kelib mayli boraver, qayerdagi o'qituvching edi, qayerda turadi o'qituvching deb gapirishni boshladi. Keyin o'zi oyim yetaklab shu o'qituvchini oldiga olib borib qo'ydi. Bir oy shunaqa shug'ullanganman o'qituvchi bilan. O'rganganimda uni oldiga borganimda meni qayta noldan boshlab o'rganishing kerak, sen ingliz tilini xato o'rgangansan deb qayta noldan boshlashga majbur qilgan o'qituvchi. Shu noldan boshlab yana ingliz tilini o'rganib 2 yil o'rganganim hammasi xuddi befoydaday ketdi. Yana noldan ingliz tilini shu 1 oy davomida shu o'qituvchi bilan shug'ullandim. Lekin baribir qanaqa desam, natija shu o'sha paytdagi menga beradigan pulim, ketkizgan vaqtimga yarasha natijani qoniqmadim natijamga. Keyin o'qituvchi bilan 1 oy davomida shunaqa shug'ullandim. Shug'ullanganimdan keyin o'sha ikkinchi oy uchun onamdan pul so'rashga uyaldim. Xohlamadim. Onam bilan dadamga yana pul bering menga, o'qituvchiga boraman deb aytishga uyaldim-da. O'zim shug'ullanaman dedim. Shu u bilan shug'ullanganday qilib, o'zim uyda mustaqil shug'ullanaman dedim. Keyin 3 oy shu yozgi kanikul vaqti edi. 3 oy yozgi kanikul paytida hech qayerga chiqmadim. Uydan mehmonga ham bormadim, даже uylarga ham qarashmagan paytlarim bo'ldi oyimga. Faqat shu ingliz tilida speakingimni rivojlantirishni ustida ishladim 3 oy davomida. O'zimga planlar tuzib chiqdim. Internet o'sha paytda uyimizda yaxshi ishlamas edi. Internet uchun uyimizdan hovlidan tashqariga chiqib, ariqni bo'yiga chiqib olib, internetdan narsalar skachat qilardim. Hozir borib o'shani ko'rib, o'sha videodagiday qilib mashq qilaman deb. 3 oy ana shunaqa mashq qildim, shug'ullandim. Shu 3 oy davomida shug'ullanganimda 2 yil bundan oldin o'rgangan narsalarim hammasi aslida unchalik ham muhim bo'lmaganini, shuncha vaqtim, shuncha mehnatim juda katta men xohlagan natijani bermasligini tushunib yetdim. 3 oyda o'shandan keyin qilgan natijam ham, undan oldin qilgan natijamda ham bo'lmagan katta o'zgarishni o'zimda ko'rdim. Mana shu 3 oy davomida. Mana shu 3 oy ingliz tilini o'rganishimda ham, hayotimni o'zgartirishida ham eng katta bir turning point, burilish nuqtasi yasab berdi mana shu yo'q menda. Undan keyin yana 1 yil davomida shug'ullandim. 1 yil shug'ullanganimdan keyin IELTS imtihoniga kirdim birinchi bo'lib. Endi pasportimni olgan paytim edi, 16 yoshimda. Imtihon topshirish uchun oyim bilan Toshkentga keldik. Imtihonga kirishdan oldin, speakingga kirishdan oldin, aniqrog'i, speakingga kirishdan oldin shunaqangi qo'rquv bosdi. Qo'rquv bosganidan o'zimni yo'qotib qo'yaman hozir. Speakingga kirsam agar javob bera olmay qolsam nima bo'ladi degan qo'rquv paydo bo'ldi. Javob bera olmasam-chi, hozir men bilmaydigan savolim tushsa-chi degan. Imtihon xonasiga kirganimda, eshikni yopganimdan keyin nima bo'lganini, hayajonim kuchli bo'lganidan даже hozir ham eslay olmayman. Juda kuchli hayajon bo'ldi. Hamma savollarga harakat qildim javob berishga qo'limdan kelganicha. Lekin baribir ishonchim yo'q edi o'zimga. Shu yaxshiroq ball olaman degan. Nari borsa 6,5 ball qo'ysa kerak. Hozir menga shu domla, shu ekzaminer degan qo'rquv bor edi. Imtihonni topshirib qaytib keldim. O'zimni o'qib yurgan o'quv markazimda ishga kirdim. Shu 2 hafta davomida shu yerda ishlab yurgan paytim
hamma kutyapti mani natijam chiqishini, hamma mendan yaxshi natija kutyapti. Kamida 8 olasan degan natija chiqishini kutyapti mendan domlam ham, onam ham. Lekin ularni ishonchini oqlay olmasamchi, ular xohlagan, ular mendan kutgan natijani chiqarib bera olmasamchi degan qo'rquv o'shanda ham to'xtamadi. O'zimga ishonchim почти yo'q edi o'sha paytda. 8,5 ball olaman, 8 olaman degan narsaga ishonmagan edim. Keyin o'shanda ham SMS dan menga keldi javoblari, imtihonim natijalari. SMS ni ochishga lekin qo'rqdim. Hamma oldida ochishga uyaldim to'g'risi, chunki hozir 8 ball mendan kutishyapti. Hozir pastroq ball chiqib qolsa, yana avvalgi holimga tushib, depressiyaga tushib, ularga qarashga ham uyaladigan holatga tushishdan qo'rqdim. Uyimga bordim, kechqurun bo'lishini kutdim. Kechasi hamma uyquga ketgandan keyin shu qo'rqib ochdim testni natijalarini. Boshida o'zim ham ishonmadim, xato ko'rdimmi men, noto'g'ri o'qidimmi men deb. Qaradim natijamga 8,5 ball turibdi. O'zimga ishonmadim, 8,5 ball. Xato natijadir, xato nimadir, men nima deydi, xato o'qiyapman, ko'zim xato ko'ryapti degan narsa bo'ldi. Keyin chiqib kechqurun hammani uyg'otib chiqdim uyimdagi. 8,5 ball olibman, testimning natijasi keldi deb. Hamma xursand, juda ham nima deydi, o'sha paytda shu paytgacha bo'lmagan xursandchilikni 1 soat davomida o'sha paytda his qildim. Shu paytgacha umuman bunaqa darajada xursand bo'lmaganman, o'zimdan faxrlanmaganman. Mana shu 8,5 ball shundan keyin hayotimni nima deydi, o'zgartirib yuboradigan nuqta bo'lgan. Shu 8,5 ball olganimdan keyin ota-onam menga to'lagan, kurs uchun to'lagan pullarni ham ishlab qaytarib berdim. O'zim kutmagan joydan, Amerika elchixonasidan 100% grant yutdim. O'shanda ham, даже o'sha grant yutishga borganimda ham hozir bular qayerda-yu, men qayerda, men ingliz tilini u darajada bilmasam kerak baribir. Bular hozir hamma o'ziga ishonch bilan gapiryapti. Hamma kulib, o'zi xursand kelyapti-da testga, imtihonga, shu nima deydi, grant uchun qilinadigan imtihonga. Shu menda baribir o'xshamasa kerak degan narsa bor edi. Chunki shu boshida shug'ullanganimda natijam o'xshamaganligi shu paytgacha meni ta'qib qilib kelgan. O'zimda bo'lgan ishonch pastligi, baribir o'xshamaydi degan narsa shu paytgacha orqamdan kelgan. O'shanda ham даже imtihonga kirganimdan, chiqqanimdan keyin bilmadim, o'xshamasa kerak baribir degan narsa bor edi. Baribir Amerikaga ketish men uchun emas. Amerikaga baribir boylarning bolasi borsa kerak. Amerikanskiy maktablarda o'qib yurgan bolalar borsa kerak, qizlar borsa kerak. Men qayoqdaman, Amerika qayoqda degan narsa bor edi. Lekin shu natijalarim chiqqanidan keyin bir oyning ichida ham IELTS'imning natijasi, ham Amerikaga o'qishimning natijasi chiqdi. Va shu bir oyning ichida rostdan ham ingliz tilini shuncha paytdan beri o'rganganim bekorga emasligini, bekorga ketmaganini, shuncha payt uxlamasdan qilgan darslarimni natijasi, mevasi shunchalik yaxshi ekanligini, qanaqa shirin meva, o'zimdan qanchalik faxrlanishim kerakligini umuman tashab qo'ymaganim uchun o'zimga rahmat aytadigan paytim bo'ldi o'sha payt. Shu bitta ingliz tili hayotimni, bitta meni hayotimni emas, yana shuncha odamning hayotini o'zgartirib yuboradi deb o'ylamagan edim o'sha paytda. O'shandan keyin ingliz tilida dars berishni boshladim. Minglab o'quvchilarni o'z xohlagan natijasiga chiqardim. Ularga chetga grant yutishi uchun yordam berdim. Даже ularning ham hayoti shu bitta ingliz tili orqali o'zgarib ketishiga sabab bo'ldi. Bu bilan nima demoqchiman? Bitta ingliz tilini o'zi bilan meni o'zimning hayotimda shuncha katta o'zgarish bo'ldi.
va shu natijaga chiqqunimcha qilgan hamma mehnatlarim o'zini 100%, 200% kerak bo'lsa oqlab berdi. Menda ham sizdagi muammolar bor edi. Speaking chiqmasdi. O'zim yashayotgan joyda yaxshi o'qituvchi topa olmasdim. Yodlagan narsalarim esimdan chiqib ketardi. Xotiram yaxshi emas edi. Lekin mehnat qilib, o'zimning ustimda ishlab, shu narsalarni yengdim. Shu narsalarni ustidan yengib chiqib, o'zim xohlagan natijaga chiqdim. Bu sizni ham qo'lingizdan keladi. Chunki men ham qanaqadir g'ayritabiiy oilada yashagan yoki g'ayritabiiy zo'r sharoitda ingliz tilini o'rgangan odam emasman. Qishloqda ingliz tilini o'rganib, shu darajagacha chiqqan bo'lsam, siz ham aynan qo'lingizdagi bor bo'lgan imkoniyatlardan foydalanib, xohlagan natijangizga chiqasiz. Shundan keyin o'zimga katta ambitsiya qo'ydim. O'zimga o'xshagan, qiynalgan, mashaqqatli yo'lni bosib o'tishga qiynalayotgan o'quvchilarga shu yo'lni osonlashtirishni. Aniq bilaman, agar videomni shu yoqgacha ko'rgan bo'lsangiz, siz meni hikoyamda o'zingizni topdingiz. Va men sizga nima demoqchiman? Sizdagi muammo butun umrlik narsa emas. Bu ingliz tilini o'rganishni qayerdadir siz boshingizdan o'tkazishingiz kerak bo'lgan etap. Mana shu etapni sizga osonlashtirib berish uchun men o'tgan yo'ldagi boshimdan kechirgan mashaqqatni siz osonroq boshingizdan o'tkazishingiz uchun aynan sizga moslashtirib ochiq dars tayyorladim. Mana shu ochiq darsimda sizga hozir ingliz tilida siz boshingizdan o'tkazayotgan hamma muammolaringizga, u reading bo'lyaptimi, speaking bo'lyaptimi, listening bo'lyaptimi, hammasiga sizga yechim bermoqchiman. Ochiq darsimda qatnashib, siz o'zingizni hayotingizni o'zgartiradigan, hayotingizda turning point, burilish nuqtasi yasab beradigan dars bo'ladi shu ochiq darsim siz uchun. Aniq bilaman, shu 2 soat sizda Instagram ko'rib yoki bo'lmasam qanaqadir kinolar ko'rib, bekorchilik bilan ham o'tib ketishi mumkin. Lekin agar siz ana shu 2 soatni vaqtni menga sarflaydigan bo'lsangiz, ochiq darsimga kiradigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun, hayotingiz, kelajagingiz uchun eng katta bo'lgan burilish nuqtasini yasab olasiz. Ingliz tilini o'rganishingizdagi bor bo'lgan muammolaringizni hammasiga yechim topa olasiz. Kelajagingiz uchun 2 soat vaqtingizni ayamasdan darsimga kiring.